suhbatimizning mavzusi. Alloh taolo bergan kundan malollanmanglar. Ko'rinmaydigan, lekin keng tarqalgan bir ofat balo bor. Bu Alloh bergan ne'matlardan zerikish. Ko'rinmaydi, lekin juda bir keng tarqalgan ofat. Bir bandaga Alloh taolo ne'matlarni bergan bo'ladi va shu banda uchun Alloh shu kunni tanlagan bo'ladi. Banda bo'lsa, mana shu ne'matlar doim ustida turaverganligidan malollanib, zerikib ketib, holatini o'zgarishini xohlaydi. Holatini o'zgarishini Allohdan talab qiladi. O'zini gumonicha u Allohdan so'rayotgan o'zini narsasi yaxshi deb o'ylaydi. Alloh bergan kunda yashayotdi, zerikdi, boshqa kunda so'rayapti Allohdan. Gumonida ana shu so'rayotgan kuni bu uchun yaxshi. O'zi aslida hozirgi holati uchun yaxshi edi. Johilligidan, bilimsizligidan bugungi kunini, hozirgi holatini o'zgarishini Allohdan so'rab turib oladi. Robbisi bandasini johilligini bilganligidan, bandani o'ziga nima foydali, o'ziga nima zararligini tushunmayotganligidan Robbisi rahim qiladi-da, so'raganini bermaydi. So'radi, bermaydi. Mana shu holatida norozi bo'lib Allohdan so'raveradi, boshqa kunda, boshqa holatda. Mana shu kuniga noroziligi, malollanishi, g'azablanishi haddan ziyod bo'lib ketgandan keyin Alloh taolo shu kunni olib qo'yadi-da, so'rayotgan kunni berib qo'yadi. Endi banda o'zi yolvorib so'rayotgan kuniga yetdi. Natijasini qarasa, kechagi kuni yaxshi edi ekan. Endi ana shu holatga tushgandan keyin, o'zi avvalgi holatimiz yaxshi edi ekan, deydi-da, kechagi yo'qotib qo'ygan kunini bugungi kunidan afzalligini ko'rgandan keyin, Robbisi unga berib qo'ygan kechagi kun, o'zi so'ragan bugungi kundan afzalligini ko'rganidan keyin, Parvardigor o'sha kunimizni qaytarib berdi, malomat chekar ekan. Demak, Alloh taolo bizga qaysi kunni ixtiyor qilgan bo'lsa, bu Allohning ixtiyori biz uchun. Alloh taolo biz uchun tanlagan kun. Bunga rozi bo'lib yashash kerak. Chunki siz so'rayotgan kun ehtimol musibat bo'lar. Endi bugungi kunimiz ham xuddi shunday rozi bo'lib yashashimiz kerak. Chunki ertaga so'rayotgan narsamizni Alloh berib qo'ysa, uni oqibati nimaligini kim biladi? Alloh biladi. Mana bo'lsa yaxshi edi.